Emotsiyada bu ma'lumot keldi va mening shaxsim bunga munosabat bildirdi. Shuning uchun odam bilan ishlaganda emotsiyasiga qarab o'tirish juda yaxshi. Masalan, aytishimiz mumkin. Qayerdir boramiz, masalan, deylik, masalan, kim bilandir gaplashib o'tiribsiz yoki uchrashuvga chiqdingiz masalan, u qarab o'tiribsizlar bir-biringizga. Masalan, deylik, qiz yoki bola bunaqa narsani yeb o'rganmagan deylik. Yaxshirog'ini yeb o'rgangan. Lekin hozir o'zini keng qilib ko'rsatmoqchi. Masalan, yoniga qo'ysangiz, birinchi chuvstvasi aytadi. O'sha chuvstva sekundniy reaksiya. Bu shirin emas dedi. Keyin aql aytadi, lekin baribir ham unaqa qilib bo'lmaydi hozir deydi. Lekin mana emotsiya o'shani ko'rsatib beradigan narsa. Ha, yo'q, rahmat, to'qman yoki yo'q, bemalol yeyman. Mana shu emotsiya. Shuning uchun odamga qarab o'tirishingiz kerak. Odam o'zi haqida o'zi hamma narsani gapirib beradi. Shuning uchun aytamanki, yolg'onni bilishi ham birinchi yo'li odamni gapirayotgan gapi bilan uni aynan o'sha emotsiyalarini, reaksiyalarini tekshirib ko'rish. Ya'ni, voy, sizni ko'rganimdan juda ham xursandman, voy, xursandman deyish bor. Ha, keling, juda ham xursandman sizni ko'rganimdan deyish bor.